Mana shularni donada sotsangmikin. Vodiyotda yana yangilik qizlarchalar. Bayram munosabati bilan bu yil qizlar ham Hayit ham Navro'z ayyomi bir vaqtga to'g'ri kelganligi munosabati bilan sizlarga shunaqangi dahshat jenskiy pijamkalarimizni va shunaqangi modellarini qizlar bayram uchun juda ham katta partiyada olib kelib kiloda tushirib qo'ydik. Bularning narxlari sizlarni shokka tushirishi aniq. Endi bularni qizlar tarozida tortib ko'rsataman. Mana bittasining narxi o'rtacha 78 ming so'mdanga to'g'ri kelyapti. Qizlar bularda rasvetkalar juda ham ko'p. Nima bo'lgan taqdirda ham qizlar hammasi bozordan 3 baravar arzon. Стройная и симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать. Но вот беда, характер непростой, день ото дня каприз очередной. Ой, никак я не могу ее понять, мне так и хочется сказать.